Mevlana Şeyhzade Atayi Miralişir Nevai'nin Mecalisun Nefais ve Muhakimetul Lugateyn namlıq eserlerden kayıt kılınışça Mevlana Şeyhzade Şair Atayi Tömöriler Saltanatının deslepki yılları Ulug ecdadi Hoca Ahmet Yesevi vafat bolgan Türkistan teveside dünyaya kelgen. U çağlarda Türkistan tevesi Emir Tömür ve Emir Kameridin talışıdığan muhim cayga aylanıp kalgaşka Atayi vaziyeti bir kadar muqim bolgan Perganiga aile boyunca köçüp gelip deslepki hayatını Perganida ötküzgen. Keyince uruş otları Perganiga tutaşkandan keyin Atayi ailesi hazırkı Sayram ve Taşkent arasındaki Ezdiyan degan qishloqqa köçüp kelgan. Uning hayotidagi faoliyatlarga oid yetarlik ma'lumot hozirgacha o'tirg'i chiqmagan bo'lsa-mu, baxtga yarasha uning zamondoshi Alisher Navoiy o'zining asarlarida Atayi haqida to'liq qimmatli uchurlarni yozib qoldirgan edi. Mevlana Atayi ayni chog'dagi Chag'atay Uyg'ur adabiyotining maydonga kelishiga to'hfa qo'shgan g'olliq shaxs edi. Gerçi onun tercüme hali hakkında hazırgıçı iniq, tepsili uçur bayqalmagan bolsumu, lekin onun hazırkı devrimizgiçe yetip kelgen ölmez esri, Şeyhzade Atayi Divani ve Alisher Nevai'nin bayanları bu gigant erbapның ne kadar yüksek ve kıymetli kişi ikenligiga guvoh bolup kelmekte. Alisher Nevai'nin bayanlarına qaraganda Mevlana Atayi miladiye 14. asrning ahirlaridan 15. asrning ahiriga qadar bolgan zamanda yaşagan mötüver bolup, u nasab jihatdan Sharqiy Turkistonning Aqsu viloyatidagi Bay nahiyasiga qarashliq Sayramda dunyoga kelib, hozirgi Qozog'istonning janubiy qismidagi Turkiston shahrida vafot bolgan mashhur diniy peshvo Hoca Ahmet Yesevi'ning inisi İsmail Ataning peyneversiydi. U en deslepki hayatını Perganida ötküzgen. Keyince işki uruşlar toxtuganda atıboğulları yaşıgan Yetsuğu makanlaşıp zamandaşları terpidin katta şöhret kazangan idi. Atayi hayatının ahırda yezip çıkan bibaha eseri Şeyhzade Atayi Divani devrimizgiçi yetip kelgen bolup mezkur eserinin birden bir yegani qo'lyozma nusxasi Sankt Peterburg şehrideki Leningrad Asya Muzeyida 2462 numaralı qo'lyozma süpütüde saklanmakta. Alisher Navoiy Şeyhzade Atayini 15. asırdaki en klassik şairlerinin qatarida sanıgan idi. Ulug' bovusi İsmail Ata ayni chog'dagi Yesevi tariqatining peshvosi bo'lg'ashqa Atayi degan nom uning ismining o'rnida qo'llanilgandan sirt yani onunğa Şeyhzade degan nom qo'shimcha hurmat nom sifatida qo'llanilgan. Alisher Navoiy Atayining she'rlarining hammasining degidek sap Uyg'urcha bo'lganligini alohida tilga olgan. Shundoq bo'lg'ashqa Atayining divani biz uchunmi shuncha qimmatlik. Chunki hozirgi tilshunoslar Atayining divanining amaliyotdan sap Uyg'urcha va turkcha qimmatlik so'z ombiri ekanligini ilgari surmoqda. Dervaqa Atayining mazkur she'r divani ilippa tartibi bo'yicha tuzilgan bo'lib, divandagi she'rlarning hammasi sap Uyg'urchadir. Mazkur divan bir qasida va 259 g'azalni o'z ichiga olgan, jami 260 she'rdan tarkib topgan bebaho asardir. Uningdan boshqa mazkur divan g'oyat zo'r so'z boyligiga ega bo'lib, fasohat ve balagatte o'xshashi bo'lmagan sap Uyg'urcha so'z boyligiga ega bo'lish bilan o'ziga xos qimmat yaratgan. Divanda ayni davrdan burunqi har qaysi davrlarda qo'llanilgan maqol tamsillar, xos atalg'ular va boshqa turaqliq iboralar mo'l bo'lg'ashqa mazkur divan Atayining davrida Paris tili va Paris madaniyati oldida pasib o'ringa tushib qolay degan Uyg'ur tili ve Uyg'ur milliy madaniyatini raqobatda tashabbuskor o'ringa chiqargan ve avomning qizg'in olqishiga sazovar bo'lgan. Atayi mazkur divanini butunlay degidek
aruz vaznida tamamlagan bo'lib, u aruz vaznining har qaysi bahrilarini voyaga yetkazib ishlatish orqali o'z mahoratini namoyon qilgan. Mazkur divonni tunji qitim dunyoga tunutgan kishi rossiyalik turkolog Aleksandr Nikolayevich Samoylovich idi. U 1927-yili mazkur asarni tunji qitim bilim dunyosiga tunutgan. U arab, faris, turk va tatar tillarini pishiq bilgachga shu qitimqi divonni tunutish yig'inida divondan 17 g'azalni tanlab nashr qilgan edi. Afsuski, u 1938-yili 13 fevral Stalinning buyrug'i bilan Moskvada boshqa Uyg'ur va o'zbek sarxillari bilan bir qatorda etib tashlangan. O'zbekistonda Atayining divonini tadqiq qilish ishlari 1945-yildan keyin ondan boshlandi. Oldi bilan o'zbek ziyolisi Abdurauf Fitrat 1945-yildan 1982-yillargacha yuqorida tarqitilgan 17 g'azalni o'zbekcha nashr qildirgan. Undan keyin Adi Zarif Navoiyning zamondoshlari nomli asrida Atayiga oid 88 she'rga yer bergan. Ergash Rustamov 1960-yili o'zining tanlangan asarlar nomli kitobida Atayining 171 g'azaliga yer bergan. Bu haqda Turkiyadagi tunji izdinish 1987-yili Kamal Arslan yozgan Chag'atay davri shoiri Atayi nomli maqola bo'lib, mazkur maqolada Atayining divoni va hayoti haqidagi mazmunlar yuqorqi Rus turkolog Samoylovichning asri asosliq manba qilingan. Tolumu afsuski siyosiy vaziyatning cheklamalari va dushmanning to'xtovsiz hujumlari tufaylidan Uyg'urlar Atayi va uning divoni haqida o'lchamlik ilmiy tadqiqot qilishga imkoniyat topolmay keldi. Faqat 1980-yillar va 2010-yillarda Atayi va uning divoni haqida ba'zi bir qisman ilmiy tadqiqotlar maydonga kelgan edi. Divani Atayi haqida Buloq jurnalining 2017-yili 4-sonidagi Divani Shayxzoda Atayi nomli maqolimi ana shu xildagi tadqiqotlarning oxirgisi edi.